Xitoy Markaziy televiziya stansiyasining 17 iyundagi xabarida bildirilishicha, atalmış Uyg'ur avtonom rayonining Qo'rchoq raisi Shuhrat Zokir Urumchida Sharqiy Turkistonga ziyorat kelgan Bosniya, Hersegovina va Sibiriyaning Xitoyda turishliq elchilari bilan ko'rishgan. Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan bostirish, irqiy qirg'inchilik yurgizish, islom dinini xitoylashtirishga urinish, necha million xalqni jazo lageriga qamash qilmishlari xalqaro jamiyatda fosh bo'lishga ergishib, jinoiy qilmishlari sababli xalqaroda kuchli qarshilik va bisimga duch kelgan Xitoy barliq vositalarni ishga solib, xalqaro jamiyatni aldashga urinmoqda. Shuhrat Zokir elchilarga Sharqiy Turkiston vaziyatini tunishtirganda, Sharqiy Turkistonning umumiy ahvoli, jumladan iqtisodiy, jamiyat taraqqiyot ahvoli yaxshi. Sharqiy Turkiston kishilik huquqni ilgari surdi va qo'g'didi. Har millat ommaning turli huquq manfaati kafolatga ega qilindi. Xalq turmushi yaxshilandi. Sharqiy Turkistonning tinch, inoq vaziyati tasdiq qo'lga keltirildi deb bejirilgan. Amerika Xitoy doiralarining Sharqiy Turkistonga Uyg'ur qatorliq yerlik millatlarga ijro qilayotgan bostirish siyosatini irqiy qirg'inchilik deb bekitgandan buyon Kanada, Gollandiya, Angliya, Litvaniya va Chex parlamentlarimi Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb bekitish haqidagi qonun loyihasini o'tirg'a qo'yib ma'qulladi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin raisi Nuri Turkel Apandi Notre Dame Universiteti qonun fakultetining tunji qatimliq diniy erkinlik mukofotiga erishdi. Notre Dame Universitetining organ tor bekitidagi bayonotida Nuri Turkel Apandining qisqacha tarjimali tunishtirilganidan sirt, uning vatanda boshdan kechirganlari va xalqarodagi faoliyatlarining Uyg'urlar navbatda boshdan kechirayotgan inson qalbidan chiqqan turli bostirish siyosatlariga qarata dunyoning diqqatini qo'zg'ashda muhim rol o'ynaganligi tilg'aylangan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tashkilotining raisi advokat Nuri Turkel Apandi bultur Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissarligiga tayinlangan va bir necha kun burun mazkur komitetning muavin raislik vazifasini topshirib olgan edi. Notre Dame Universitetining diniy erkinlik mukofoti bultur rasmiy ta'sis qilingan bo'lib, Nuri Turkel Apandi bu mukofotga erishgan tunji kishi bo'lib hisoblangan. Mukofotlash murosimi 28 iyun o'tkazilgan. Xitoy Belgiya parlamentiga Sharqiy Turkistonga irqiy qirg'inchilik haqida taklif sungan parlament a'zosi Samuel Kokolatga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Jolijan 16-iyun o'tkazilgan qarorlik muxbirlarni kutib olish yig'inida aloqador savollarga javob berib, Samuel Kokolatni yomon g'arazda yolg'on uchurlarni tarqatdi deb ayblagan hamda Xitoyning egilik huquqi va manfaatiga ig'ir daxl-taruz qilganligi sababli uningga jazo yurgizishni qaror qilganligini e'lon qilgan. Bildirilishicha, Belgiya Federatsiyasining Tashqi ishlar komiteti Sharqiy Turkistonga munosabatlik bu qonun loyihasini ma'qullaganidan keyin Xitoyning Belgiyadagi bosh elchixona bayonotchisi Belgiya Tashqi ishlar komitetining harakatiga darhol norozilik bildirib, Xitoyni qasddan qoralab hujum qildi deb bejirilgan. Amaliyotda Xitoy bu yil 3-oyda Samuel Kokolatni jazolash tizimiga kirgizgan. Belgiya Avam palatasi Tashqi ishlar komiteti ma'qullagan Sharqiy Turkiston haqidagi qonun loyihasida Sharqiy Turkistonga ig'ir irqiy qirg'inchilik xavfi to'g'risida ogohlantirish berilgandan boshqa Xitoy doiralari insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirib, kishilik huquqni keng ko'lamda dafsanda qildi deb ayblangan. Avstraliya Xitoyning uzum harqi eksporti qo'ygan tamojna bejining o'sishi sababidan kelib chiqqan talash tortishni Dunyo savdo tashkilotiga ilib berishni rasmiy iltimos qiladiganligini e'lon qildi. Avstraliya savdo, sayohat va mablag' selish ministri Dan Tehan Beijing hukumatining uzum harqi eksportiga ilib kelgan tamojna bejini ko'paytirish masalasini Dunyo savdo tashkilotining kesim mexanizmiga iltimos bayon qildi. Xitoy 2020-yili Avstraliyalik ishlab chiqaruvchilarning to'kma qilib sotganligini bahona qilib, uzum harqi eksportiga 218% tamojna beji qo'ygan. Canberra hukumati Xitoyda tunji qatim bayqalgan koronavirusining kelib chiqishini mustaqil tekshirishni talab qilgandan keyin Avstraliya bilan Xitoyning munosabati nacharlashishga boshladi. Buningga qarata Beijing hukumati Avstraliya bilan bo'lgan doimliq aloqani to'xtatib, Avstraliyadan kala go'shi, uzum harqi, qisqichbaqa, arpa va yog'och import qilishni to'xtatdi.
Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Vengriya parlamenti talash tortish qo'zg'agan Xitoy universitetining maktab rayoni uchun yer i'ona qilish loyihasini tasdiqlagan. Xabarda qayd qilinishicha, 15-iyun Vengriya parlamenti Budapeshtda qurilmoqchi bo'lgan Fudan universitetining tarmoq rayoniga davlat igdorchiligidagi yerni i'ona qilish to'g'risida taklif loyihasini ma'qullagan. Vengriyada hokimiyat yurgizayotgan Fidesz partiyasining parlament a'zolarining qo'llab ovoz berish natijasida Donay daryosining ikki tarafidagi 4 parcha yerni Shanxay Fudan universitetining maktab planiga mas'ul fondiga i'ona qilish qaror qilingan. Bu yerni aslida o'quvchilar yotug'i qilib qurish planlangan ekan. Vengriya hukumati bu yil 4-oyda Fudan universiteti bilan imzolagan maktab selish kelishimiga asosan yangi maktab 2024-yili bitkazilib ichib etilmoqchi bo'lgan bo'lib, 6000 dan ortiq vengriyalik va chet ellik o'quvchiga dars o'tilgan. Bu ayning beshida Vengriyaning poytaxti Budapeshtning shahar boshlig'i Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligini eskartish maqsadida Fudan universitetining mazkur maktab rayoni atrofida bir necha ko'chaning ismini o'zgartirganligini e'lon qilgan bo'lib, qarorga asosan poytaxtdagi bir ko'chani Tibetlarning ma'naviy doiyasi Dalay Lamaning ismiga, yana bir ko'chani Uyg'ur qurbonlari yo'liga, yana birsini bo'lsa Erkin Hong Kong yo'liga o'zgartish planlangan.